Türkiye Cumhuriyeti reislik gribidagi 16 yulduzning birinchi yulduzi Buyuk Hun imperiyasiga simbol qilinadi. Buyuk Hun imperiyasi Xitoy manbalarida Xiongnu deb tilg'ilingan bo'lib, Mongoliya markazida qurilib, Osiyoning ko'p qismiga hukmronlik qilgan tarixdagi tunji turk davlatidir. Bugun kunimizga turkiy millatlar va Uyg'urlar bo'lsa, ana shu Hunlarning avlodi. Buyuk Hun imperiyasining sharq tarafida Mongollarning avlodi bo'lgan To'ng'uslar bor edi. G'arbiy janub tarafida bo'lsa, turkiy xalqlardan bo'lgan ulug' yovchilar bor edi. Janub tarafida bo'lsa, Xitoylar bor edi. Hun imperiyasi Xitoyga emas, butun dunyoga ta'sir ko'rsatgan cho'ng imperiyalarning birisi. Hun imperiyasi 10 necha asr bo'yicha Xitoylardan o'zining ustunligini saqlab kelgan eng kuchli turk davlatidir. Bu sababdan Xitoylar Hunlar haqida tuvandagi qo'shiqlarni to'qishgan. Uy makondan qoldiq ayrilib, Hunlar dastidan ko'chib yurdik, tenib tamtirab, Hunlar qasdidan. Hunlarning tarixda qachondan tortib mavjud bo'lganligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo Xitoy manbalariga qaragan vaqtimizda Hunlarning tarixi milodidan burunqi 2255 yil qadar suziladi. Ammo Buyuk Hun imperiyasining rasmiy tarixi milodidan burunqi 318 yildan tortib rasmiy boshlandi. Chunki shu davrdan tortib Buyuk Hun imperiyasi buyuk davlatlar urushiga qatnashgan. Hunlarning tarixda ismi bilingan tunji podshohi bo'lsa Tumanxon. Bu ingliz manbalarda Teoman deb tilg'anadi. Tumanxon milodidan burunqi 221 yildan tortib milodidan burunqi 209 yil qadar hukm suraydi. Tumanxon hukmronlik qilgan mezgildimi Hunlar bilan Xitoylar urushib turadi. Shundaqla u hukmronlik qilgan mezgilda Xitoylar Hunlarni yengib Mo'g'uliston qadar haydab chiqaradi. Milodidan burun 221 yili parcha-parcha bo'linib ketgan Xitoylarni birlashtirgan Qin Shi Huang o'zi birlik sep hosil qilib Hunlarga qarshi qo'shin tortadi. Shundaqla milodidan burunqi 215 yil kelgan vaqtida Hunlarning qo'lidan Urdus yayliqini tortib olib oladi. Ondan keyin Qin Shi Huang Hunlarning qaytib bostirib kelishidan ansirab, shahar orasidagi sepillarni birisi-birisiga ulab, buyuk Sadichin sepilni qurib chiqadi. Xitoylar Hunlarning besib kelishidan ansirab 5000 kilometrlik bu Sadichin sepilni bina qilgan bo'lsa-mu, lekin Hunlardan keladigan hujum to'xtab qolmaydi. Hunlar tarixidagi mashhur va tarixiy ismlarning birisi bo'lsa Mataxondir. Mataxon turkcha va uyg'urcha manbalarda O'g'uzxon va yoki Baturxon degan ismlar bilan tilga olinadi. Hunlar o'zining podshohiga o'rtoq bo'lgan Tangriqut nomini beradi. Tangriqut Tangrining saodati va yoki Tangrining barakati degan ma'noda. Hunlarning beshiga Tumanxondan keyin uning o'g'li Mataxon Hunlarning Tangriquti bo'ladi. Mataxon taxtni dadasidan osonlikcha meros olgan emas. Milodidan burun 216-yili Hunlar bilan ulug' yovchilar o'rtasida tinchlik kelishimi imzolanadi. Bu kelishimni kapolatga ega qilish uchun Tumanxon o'zining o'g'li Mataxonni ulug' yovchilarga go'riga qo'yib avatadi. Mataxon ulug' yovchilarning qo'lida go'ridagi vaqtida agar Hunlar ulug' yovchilarga hujum qilsa, ulug' yovchilar Mataxonni o'ldirib ketdi. Tumanxonning yana bir ayoli, Mataxonning o'gay onasi o'zining o'g'lini taxt varis qilish uchun Mataxonni o'ldirishni planlaydi. Bu sababdan Tumanxon bilan maslahatlashib, ulug' yovchilarga urush ochmoqchi bo'ladi. Agar Hunlar ulug' yovchilarga urush ochsa, ulug' yovchilar Mataxonni o'ldirib ketdi. Tumanxon puxta plan tuzgandan keyin ulug' yovchilarga hujum qiladi. Natijada ulug' yovchilar Mataxonni o'ldirib etmoqchi bo'ladi. Ammo Mataxon bu ahvolni his qilib qilib, chapqur otdan birga minib qochadi va Hunlarning qishig'iga kelib oladi. Tumanxon o'g'lining qochib kelganligini ko'rib, qayg'u aralash xushal bo'ladi. Va shundaqla uning bu botirligini taqdirlash yuzidan uningga 10 ming kishilik otliq qo'shin beradi. Mataxon bu 10 ming kishilik qo'shinni ajoyib ixlos bilan tarbiyalaydi-ki, bu 10 ming kishilik qo'shin xuddi bir jasadga o'xshash harakat qiladigan va shundaqla Mataxonga ajoyib itoatman tarbiyalanib chiqadi. Mataxon askarlarning o'ziga bo'lgan itoatmanligini sinab baqish yuzidan askarlarga buyruq qilib, old bilan o'zi o'qni o'zining etiga otadi. Askarlarning hammasi degdek o'qyani Mataxonning etiga otadi. Ot shu yerda o'ladi. Ammo bir qism askarlar otga o'qya etishdan keyiniga dajiydi. Chunki Hunlarning nazarida ot nayt ulug' edi. Mataxon ikkinchi qatim o'zining dedekiga o'qya otadi. Askarlarning hammasi uning dedekiga otadi. Yana ozgina askarlar uning dedekiga o'qya etishdan keyiniga dajiydi. Mataxon bu qatimmi o'qya etishdan keyin yangan askarlarning hammasining kallasini oladi. Mana shundaq sinoqlardan keyin Mataxonning askarlari uningga shartsiz itoat qilgan holat keladi. Mataxon askarlarini mana shundaq shartsiz itoat bilan tarbiyalab bo'lgandan keyin bir qatim dadasi bilan birga o'g'i chiqadi. Va u asnosida pet kutib dadasi bexutlashgan vaqtida o'qni dadasi Tumanxonning etiga qartib otadi. Uning askarlarining hammasi ko'zlarini mit qilmasdan o'qyalarni Mataxonning dadasi Tumanxon qartib otadi. Yağmur kabi etilgan o'qyalar Tumanxonning eti va Tumanxonga tegadi. Shu yerda Tumanxon o'ladi.
Ondan keyin Mataxon dadisining cho'ng vazirlari, o'gay onasi va o'zini ulug' yovchilarga go'rov qo'yishga qarshi chiqmagan butun o'rda amaldorlarining hammasini o'ldirdi. Ondan keyin milodidan burunqi 209-yili o'zi taxtga chiqadi. Bu yil, ya'ni milodidan burunqi 209-yili Türk tarixiga nisbatan nihoyat muhim yil hisoblanadi. Hatto bugungi kunimizdagi Turkiya Cumhuriyati quruqlik armiyasi o'zining logosiga milodidan ilgirki 209-yilni qurilish yili deb yozgan. Ya'ni bugungi kunimizdagi Turkiya Cumhuriyati quruqlik armiyasi mo o'zlarini ana shu Mataxonningki vaqtiga ulaydi. Chunki mush yildan boshlab, ya'ni milodidan ilgirki 209-yildan boshlab Hun imperiyasi rasmiy davlat shakliga kiradi. Shundaqla Hun armiyasi rasmiy intizomliq va tartiblik armiya shakliga kiradi. Mataxon askarlarini 10lik, 100lik, 1000lik sistem bo'yicha tartibga soladi va shundaqla 15, 105, 1005 degandek unvonlarni paydo qiladi. Bu sababdan Türk armiyasi Mataxonning davrida tashkillangan deb qaraladi. Mataxonning askarlarining soni 400 mingga yetadi. Bu vaqtda Hun imperiyasining poytaxti bo'lsa, Mong'oliyaning sharqiy janubidagi Tangrirbaliq edi. Mataxon taxtga chiqqandan keyin Hun imperiyasining sharq tarafidagi Tonguslar, ya'ni Mong'ollarning ajdodi bo'lgan Tonguslar Mataxonni o'zining ta'sir ostiga olishni qaror qiladi va Mataxonni sinab beqish uchun Mataxondan bir ot so'raydi. Mataxon "Xo'shnamdan otni oyamdiman" deb ularga yaramliq otdan birini avatidi. Uningdan keyin Tonguslar Mataxondan bir ayol so'raydi. 3-qatim Tonguslar Mataxonni qo'rqdi deb o'ylab, uningdan zamin, tuproq so'raydi. Ya'ni Hun imperiyasi bilan Tonguslarning zamini o'ttirisidagi bir parcha zaminni so'raydi. Mataxon bu qatim Tonguslarga ular o'ylamagan bir javobni qaytaradi. "Mendan igirimni so'ranglar, beray. Mendan chidirimni so'ranglar, beray. Mendan etimni so'ranglar, beray. Ammo mendan hech kim tuproq so'ramasin. Berolmayman, bermayman, bermayman." Mataxon bu keskin javobni bergandan keyinla Tonguslar zaminiga zo'r qo'shin tortadi va Tonguslarni mag'lub qilib, g'oyat zo'r g'animat oladi va ularning zaminini egallaydi. Bu urushdan keyin Mataxon urushni boshlab ketadi. Mataxon sharq tarafdagi ulug' yovchilarga qo'shin tortadi va ularni mag'lub qilib, ularni ko'chishga majburlaydi va ulardan nurg'unlagan g'animat oladi. Batur Tanrıqut Mataxon sharq va g'arb qilgan yurishlarda g'alaba qilgandan keyin shu joydagi qabilalarni va xalqlarni bir-birlab o'zining davlatiga qo'shadi. Ana shu jarayonda bizning vatanimiz Sharqiy Turkistondagi 36 xalqmi bir-birlab buyuk Hun imperiyasiga qo'shiladi. Masalan, Tarim vodisidagi Qarashahar, Kucha, Aqsu, Xotan, Qashqar, Yarkent, Lulan qatorliq 36 xalq buyuk Hun imperiyasiga qo'shiladi. Keyingi yurishlarida g'arbiy turk xalqlari bir-birlab buyuk Hun imperiyasiga qo'shiladi. Milodidan burunqi 200-yilga kelganda Buyuk Hun imperiyasining territoriyasi g'arbda Hazar dengizi va Etil daryosi, sharqda bo'lsa Hingan tog'lari qadar so'ziladi. Mataxonning tarixiy shaxs bo'lishining sababi bo'lsa, mana shunday butun turkiy qabilalarni bir davlat ostiga jam qilishi edi. Bu sababdan Mataxon Turk birligini tunji bo'lib qurg'uchi deb qaraladi. Batur Tanrıqut Mataxon sharq va g'arbdagi tahdidlarni yo'qotib bo'lgandan keyin amdiki navbat janubdagi Xitoylarda edi. Bu vaqtda, ya'ni milodidan burunqi 207-yili Xitoydagi Qin sulolasi ag'dirilib, Han sulolasi yanada qurilgan edi. Han sulolasi yanada qurilgan bo'lg'achqa iqtisodiy jihatdan xarablashgan va ichki vaziyatlar muqim emas edi. Mataxon bu fursatni chang tutib, Xitoy zimini qarab qo'shin tortadi. Mataxon Xitoylar bilan bo'lgan urushda g'alaba qiladi va Ordus yayliqini qaytadan qo'lga oladi. Mataxon Xitoy ziminiga yana ichkilab kirib, Shaoshan nahiyasini muhosiraga oladi va Xitoy valisi va Xitoy qo'mondoni Wang Shangni taslim qildiradi. Shaoshan nahiyasining muhosiraga olinganligi va Xitoy valisi va qo'mondoni Wang Shangning taslim bo'lganligini anglagan Han sulolasining tunji podshohi Han Gaozu Mataxonga qarshi 320 ming kishilik qo'shin bilan otlanadi. Bundan xabar topgan Mataxon uning qarshi yo'lga chiqadi. Mataxon Han Gaozu boshchiligidagi Xitoy qo'shiniga nihoyat strategik hujum qiladi. Ya'ni ularga birdam hujum qilib, birdam chekinib, ularni planlagan strategik o'ringa tortib akiradi. Keynidan bu 320 ming kishilik qo'shinning hammani Mataxon muhosiraga oladi. Bu muhosira 7 kun davomlashadi. Havo nihoyat sovuq qish fasli edi. Xitoylar bundaq havoga ko'nmagan edi. Shundaqla Xitoylarning osh ozuqlari tugashga boshlaydi. Xitoylarning yo'q bo'lishi Mataxonning bir buyrug'iga qarashli bo'lib qolgan edi. Bu muhosira tarixdagi Beydin Qo'rshavi deb atilgan mashhur muhosiralarning birisi hisoblanadi. Xitoy qo'shini mana shundaq hayot mamatlik paytida turgan vaqtida Mataxondan hech kim o'ylab boqmagan bir buyruq keladi. U bo'lsa-mu Xitoy qo'shinining chekinib olishi uchun bir koridor ochish edi. Qo'shin buyruqqa bo'ysunib koridor ochadi, Xitoylar qo'shini chekinib oladi. Batur Tanrıqut Mataxon nima uchun bu Xitoylarning chekinishiga yo'l qo'ydi?
Dadisiga o'q atgan vaqtda ko'zini mit qilmagan Mataxon Xitoylarga nima uchun yo'l qo'ydi, nima uchun ularni saq qo'ydi? Bu tarixda echilmagan sirlarning birisi bo'lib, ba'zi tarixchilar Mataxon agar Xitoylarni yo'qotib ularning zaminini egallasa, turklarning xitoylashib ketishidan ensirgan deb qaraydi. Yana ba'zi tarixchilar bo'lsa, Xitoylar maxfiy Mataxonning ayoliga odam yo'llab, nurg'unlagan so'g'u salomlar bilan ayolni oldigan va shundaqla agar yo'ldoshingiz Mataxon bizni mag'lub qilib, Xitoy zaminiga kirsa, nurg'unlagan malikalarga oldinadi, u vaqt sizni tashlab o'tadi deb ayolni qo'rqitgan. Ayoli buningga oldinib Mataxonni shu vaqtdagi buzuq e'tiqodiga asosan hozir Tangri bu qilgan ishimizdan rozi emas, chiqayotgan shamollar va havo royiga qarab yo'ldoshi Mataxonni qo'rqitgan. Bu sababdan Mataxon Xitoylarni yo'qotmay keyniga chekingan deb qaraydi. Qandaqla bo'lmasin, mashhur Beydan Qo'rshavi mana shundaq mag'lub bo'ladi. Lekin milodidan burun 197-yili Xitoylar bilan Hulla o'rtasida tinchlik kelishimi imzolanadi. Xitoylar Hullaga nurg'unlagan bojsiliq tovar durdan yo'llaydigan bo'ladi. Shundaqla malikasini Hun hukmdorlariga beradigan bo'ladi. Mana bu kelishimdan keyin Xitoylar bilan Hulla orasida 70 yil urush bo'lmaydi. Tinchlik hukm suriydi. Batur Mataxon milodidan burungi 177-yili g'arbga yurish qilib Kaspiy dengizigacha boradi. Bu jarayonda O'rta Osiyo, Yettusu va G'arbiy Osiyoning hammasini o'zining hukmronligi ostiga kirgizdi. Mataxonning davri Buyuk Hun imperiyasining eng kuchlangan davri hisoblandi. Chunki uning davrida Buyuk Hun imperiyasining territoriyasi sharq tarafda Ulug' okeandan boshlab g'arb tarafda Kaspiy dengizigacha cho'zildi. Eng muhimi Mataxon butun turk qabilalarining hammasini birlashtirib, xuddi bir oilaga o'xshash qiladi. Mataxon milodidan burungi 174-yili ana shundaq cho'ng zaminni avlodlariga qoldirib dunyodan ketadi. Uning o'rniga uning o'g'li Kyuxan Hullaning tangri quti bo'ladi. Kyuxan dadasi Batur Mataxonning siyosatini davomlashtirdi. Uning davridami Hun imperiyasi o'zining kuchini saqlab qoladi va kuchlik holatida davom qiladi. Ipak yo'lini ular boshqaradi. Shundaqla Xitoylar ulardan qo'rqib yashaydi. Kyuxan ulug' yovchilarning qoldiqlarini tal-tukus yo'qotib, ularni ko'chishga majburlaydi. Milodidan burun 161-yili Kyuxan o'ladi. Uning o'rniga o'g'li Kyunxan Hullaning tangri quti bo'ladi. Kyunxan unchalik qobiliyatli emas edi. U Xitoylarga bir qancha qatim qo'shin tortdi va shundaqla bir qancha qatim mag'lub bo'ladi. Uning mag'lub bo'lishi bilan Xitoylarning ko'zidagi Hullaning yengilmas obrazi xonuklashadi. Xitoylarning xo'riki o'sadi. Shundaqla Xitoylar Hun zaminiga har xil shaklda jasuslarni kirgizishga boshlaydi. U jasuslar Hun zaminida u yerning ahvolini egallaydi va shundaqla Xitoylar Hun zaminiga isil tovar durudun va qizlarni kirgizish orqali Hunlarni rahat farog'atga qiziqtirishga boshlaydi. Bu sababli Hullaning irodasi bo'shashga boshlaydi. Natijada Xan sulolasi milodidan burungi 127-yildan boshlab Hulla Xitoylarning oldida yengilishga boshlaydi va shu yili Ordus yayliqini Xitoylar Hulladan tortib olib oladi. Milodidan burun 126-yil kelgan vaqtda Hullaning beshiga Ilchisi ismli tangriqut bosh bo'ladi. Ilchisi Xitoylarga qarshi urush ochadi, lekin qabohatlik mag'lub bo'ladi. Hatto o'zi asirga tushib qoladi, tasla qoladi. Hulla mana shu vaqtdan boshlab hujumchi emas, mudofaachi bo'ladi. Xitoylar hujum qilishga boshlaydi. Ular bo'lsa, ular qarshi o'zini mudofaa qilishga boshlaydi. Milodidan burun 102-yil kelgan vaqtda Ipak yo'lini Xitoylar qo'liga olib oladi. Xitoylarning jasuslari Hun territoriyasida har xil fitna fasodlarni terishga boshlaydi. Xitoylar jasuslar orqali Hun imperiyasining ichida inoqsizlik urug'ini chechishga boshlaydi. Natijada g'arb tarafda Uysullar, shimol tarafda bo'lsa Turalar, sharq tarafda bo'lsa Mo'ng'ul qabilalaridan Afg'onlar Hun imperiyasiga qarshi isyon ko'tarishga boshlaydi. Ichki vaziyat qalayimqonlashadi. Janub tarafda bo'lsa Xitoylar, ya'ni Xan sulolasi Hun imperiyasiga hujum qilishga boshlaydi. Milodidan burungi 60-yil kelgan vaqtda Hun imperiyasi ichida ichki urush portlaydi. 5 Hun shahzodasi taxt talishib urushidi. Bu Hulla tarixida 5 tangriqutning taxt talishi deb ataladi. Bu ichki urush 4 yil davomlashdi. Milodidan burungi 56-yilga kelgan vaqtida Chechi Xon Yabg'o deb tanilgan Qo'tiyush ismli bir shahzoda 5 shahzodaning hammasini bir-birlab tarmar qiladi. Va shundaqla o'zini Hullaning tangriquti deb e'lon qiladi. Bu urush jarayonida qon daryo bo'lib oqadi. 350 ming turk qo'shinidan 300 ming kishi o'ladi. Jasadlar do'lishib, bo'rlar ho'lashga boshlaydi. Yop-yeshil yayliqlarni odam so'ngaklari qoplaydi. Charmallarning 90%dan ko'pragi qirilib o'ladi. Qo'tiyush ismli bu Chechi Yabg'o Hullaning ichki urushini pasaytgan va bir hukmdor ostiga to'plagan bo'lsa-mu, lekin Hun imperiyasi iqtisodiy jihatda nihoyat og'ir krizga patqa edi. Bu sababdan Hun hukmdorlari qurultay ochadi. Hun imperiyasini qandoq qilib saqlab qolamiz, mavjudligimizni qandoq davomlashtiramiz degan bu gap kengashga tashlandi.
Çiçi Yabğo'nun inisi Qo'g'oshar, bu Xo'xaniyi deb ataladi. Bu mavjudligimizni saqlash uchun Xitoyga beqinayli deydi. Ammo Qo'tiush, ya'ni Çiçi Yabğo buningga qat'iy qarshi turadi. Çiçi Yabğo deb tanilgan Qo'tiush va Xo'xaniyi deb atalgan bu Qo'g'oshar G'ullar tarixida mashhur ismlarning birisi. Chunki Çiçi Yabğo bilan inisi Xo'xani, ya'ni Qo'g'oshar o'rtasidagi da'talar sababli Buyuk Hun imperiyasi ikkiga bo'linib ketish girdobiga boradi. Bu ikki akuka Hun davlatini ikkiga bo'lib o'tamdi. Buning tafsilotini keyingi qismda tafsil so'zlaymiz. Sultan bulup han ötken Uygurum sen canda